Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın hem qaysıçalık qeyrimdaşlarım. Bugün birlikte ügündüğünümüz bu biraz keç qap qaldık bugün. Yapınç korusun batta şergi berip geldim. Şununla bugünkü ügündüğün dersimiz, kitabımız yani şu konu neçep yansı kıvatkan mesuliyet iktidarını qanday qıldı? Besip düşüdü degan ders canım dostlar. Avazımni bir tinchib etip, ondan keyin avaz yaxshi chiqib etibdi. Mush kitapdan 179 betga kelib to'xtagan to'q. Hech qanday bahanam yo'q degan mazmunni o'tgan soatda birlikte o'rganib o'tdik canım dostlar. Mesuliyet mendili to'xtaydi. 6. bab bahanelerini rad qilib, baturluk bilen mesul buluş. İnşallah bugün planlanan dersimizde birlikte öğrendiğimiz mezmun mesuliyet mendili to'xtaydi. Neticegi mesul buluş. Yaxşı qilg'ili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Faqat mesuliyetsiz odamlar bor degan mazmunken. Mesuliyet mendili to'xtaydi. Amerika Zongtoy Truman vazifega o'tirgandan keyin ish ustiga Book of Stop Here deb yozilgan taxtini qo'yib qo'yibdi. Xanzu tildagi ma'nosi, yani Uyg'urcha ma'nosi, masala mushu yerga kelib to'xtaydi deganlik bo'ladi ekan. Bu gapning uqumi mas'uliyatni men üstümge alaman, masalani boshqalarga qoldirmayman deganlik bo'ladi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, mas'uliyat bir odamda kam bo'lsa bo'lmaydigan ruh. Köprek ahvalda kişiler o'ngay hal qilg'ili bo'ladigan ishlarga mas'ul bo'ladi. Qiyinchilik darajasi yuqori ishlarni boshqalarga ishtirdi. Bu xil fikr qilish usuli doim degudek bizni xizmatga, mag'lubiyatga elib boradi. Bir mashhur shirkat sahibi xizmatchilar masalani boshqalarga ishtirishni to'xtatib, özünün irade gücü ve mesuliyet duygusu bilen hareketga kelib, bu meselelerini hal qilishi, özünün mesuliyetini haqiqiy yusunda öz üstüge elish kerak degan. Xizmatda ve turmuşda bazı kişiler hamon azroq kuch sarf qilib, ko'proq narsaga erishsam degan ideya bilan harakat qiladi. Bu xil ahval ostida mas'uliyetsizlik meselesi kelib chiqadi. Mubada ular azroq vaqt chiqarib, inchga o'ylanib ko'rsa bayqaydiki, inson hayotidagi sabab natijali qonuniyat biror nimalarga emgak qilmayli erishishni oldi bilan rad qiladi. Shuningdek, biz o'zimizda yuz bergan hamma ishlarga mas'ul bo'lishimiz kerak. Abraham Lincoln mesuliyetten kaçışını tushundirgili bo'lmaydi degan. Mesuliyetten kaçış stilinin paydo bo'lganiga uzun bo'lgan. İsa aleyhisselam Adem ata bilan Hava anını İran bağı urunlaştırıp bularga bağdaki her xil meyvelerini xohlagancha yesanglar bo'ladi. Fakat şefkat ve yavuzluk derixinin meyvesini yesanglar bo'lmaydi deb tapalaptı. Bu kitaptaki tercüme kılınan mezmun bo'lg'achqa men mush aynan o'qiyotma. Qur'onda lekin bu İsa aleyhisselam emas. Allah Taala'ni urulashtirganligini so'zlaydi. Qadrli qarindoshlar, bu yerga diqqat qilsanglar bo'ladi. Adem ati bilan Hava ana şefkat ve yavuzluk derixinin meyvesini yeb, neuzubillah, tuyuqsiz özlerinin yalang'achlab qolganini bayqabdi. Shundan boshlab ularda nomus tuyg'usi paydo bo'libdi. İsa aleyhisselamdan özlerini qaçırış uchun ular bag'dagi daraxtlar ichiga yushirinibdi. İsa aleyhisselam Adem atini chaqirtibdi.
Sen qayerda? Adem ata depti. Men yalang'ochlanib qolqachqa yushurnib oldim. İsa alayhissalom depti. Men yesangli bo'lmaydi deb topilgan daraxtning mevasini yepsanda. Shuning bilan Adem ata insoniyatning eng dastlabki to'pini tepib o'tibdi. Sen bana shafqat qilib billa turdig'anga bir ayol bergan eding. Shu menga haliqa daraxtning mevasini yegin deb elib bergachga men uni yeb qo'yibdiman. Bu Hristiyanlık düşüncedeki şundaq düşündükken buna qadarlı qarindoshlar, lekin Qur'ondan düşüngen vaqtimizda bunda düşünce kelmaymiz, canım dostlarım. İsa alayhissalom Havo aniga sen nima ish qilding debdi. Havo animi topni tepib etibdi. Yılan meni qiziqtirib, o mevani yeb sapdi men. Bechara yılanning puti bo'lmag'achqa topni tepolmay qolibdi. İsa alayhissalom yılanni jazolabdi. Sen bu ishni qilibsan. Qarg'ishqa uchrag'in. Ko'rdigan kuning barliq hayvon va yirtqichlardan battarroq bo'lsin. Qo'rishqing bilan o'melab mang, umr voyat to'piya. Enabzubillah. Dünyadaki nurgun işlerini biz kontrol kılalmayız. Ama yukarıdaki narsalarni qadrli qarindoshlar tanqidiy ko'z qarash bilan anglasangiz bo'ladi, canım dostlarım. Dünyadaki nurgun işlerini biz kontrol kılalmayız. Ama biz hiç bo'lmaganda özümüzün hareketini kontrol kılalaymiz. Eğer ötkenki işlerimizge mesul bolalmasak, özümüzün kelgüsümüzge mesul bolalışımız natayim. Qilib bo'lgan ishlarimizni qarta, bizning qilishimiz lozim bo'lgan ish shu ishlardagi tegishlik mas'uliyatni o'z ustimizga elish, aksicha bahona tepib mas'uliyatdan qochish emas. Ana bayatınki hikoyadan chiqargan, rivoyatdan chiqargan bir mazmunken bu. Ama bu Qur'on Kerimdekini o'qisak, Allah subhanahu taala Adem atımız bilen Havo anamızga a daraxtga yaqinlashmanglar deganda şeytan kelib onunğa vesves qiladi. Shundami ya? Vesves qilgandan keyin bu ikki narsani deydi-da, birisi mengu o'lmaysa, yine birisi mengulik saltanat, podshohlik. Degandan keyin bu o'ziga vesves qiladi buchu. Degandan keyin buni Adem alayhissalomga tingshab, shunda narsa o'xshaydi deb, undan keyin yeb soladi. Ama Allah subhanahu taala nimiş qıydın degan chaqda bu gunohini, o'zininki xato qilganligini Adem atımız, Havo anamız bular uni e'tirof qiladi. Ama shaytonga Ademga sajda qil degan burunqi vaqtda o chaqdan nimiş qiladi desa, o shayton boshqa meleklarmisi farishtalar secde kısa, lekin şeytan kılmaydı. Nimişqa deb so'ragan vaqtida, o men onunla üstün tursa, men otdan yaratılgan, o degan topadan yaratılgan tursa deb boshqa bir gapni qilib, nima qiladi? Oyatni vasvas qilib, shu uchun, elish uchun Adem atimizni, Havo anamizni teyildirdi. Ama Hristiyan ko'z qarashda bu anda qaralmaydi. Ana, yoki Havo anamiz Adem atimizni yo'ldan teyildigan deydi. Uningdan keyin yılan Havo anamız rivayetki yılanğa döngep koydu ekan da, anda ish yo'q. Demek bir yerdeki hemmisi nima desa mas'uliyatni o'z ustiga olmaslik. Eğer mas'uliyatni o'z ustiga olsa, Qur'ondagi odamatimiz bular mas'uliyatni o'z ustiga elib, uningdan keyin gunohini bo'yniga olgandan keyin tövbe qilib Allohdan kechirishni tilaydi. Şuna bu cihetten çok fark var kadarlı qarindoshlar. Bu bir doktor öz ko'zi bilan ko'rgan, tuyuqsiz yuz bergan to'limi oddiy bir voqea. Daryo bo'yi rayonida shahar yezi birlashgan bir tarmoq keng turda qurilish qilayotgan ekan. Ish o'rnining bir burchagidagi tuyuqsiz ko'mirilib tushibdi. Qurilish jihozlari, po'lat chiviqlar, simont, xishqatarlıqlar tövende tushlik tamoq yeyotgan xalq ishchilarining ustiga rahimsizlik bilan bastırıp tushibdi. To'potizam ko'tarilgan ish o'rnidan yaradorlarning azobliq nidolari kelishga boshlabdi.
Bularning hammasini yo'ldan o'tib ketayotgan ikki sayohat avtobusidagi kishilar ko'ribdi. Avtobuslar yo'l eg'izida to'xtab, ichidan necha 10-50lardan oshgan odamlar tushib ketdi. Ular boshlab mang'uchining vaqt yetishmaydi degan og'rinishini anglamagandek darhol radlik holda yaradorlarni qutqizishga boshlabdi. Naq maydonda ko'ptirma chaqiriqlarmi odamni ta'sirlantiradigan qasamlarmi bo'lmabdi. Ish sukut ichida davom qilibdi. Daki bo'lmag'achqa ular pokiz ko'nglaklarini yirtib, yara ig'izlarini bog'labdi. Jiddiy qutqizish mashinasi 50 minutdan keyin yetib keldi. Bir tashqi kasal doktorining qarashicha bu kishilar eng az bo'lgandimi 10 xalq ishchisining hayotini saqlab qoldi. Aerodromda bu doktor bu kishilarning sayohat yetakchilari bo'lgan modalik kiyingan 2 yosh qizning munchilar nurg'un aeroplan biletiga qaytadan qo'l qo'yg'izish ham yerlik aerodrom haqqini qanday hisoblash to'g'riliq jiddiy muzokara qilayotganligini ko'ribdi. Ular bu buvaylar ortiq ishga aralashib bizni tanglikda qoldirdi deb og'rinayotgan ekan. Buvaylar bu chaqda pokiz kiyimlarini almashtirib kiyishib olgandi. Doktor ularning nihoyat ko'pining pagunlari elib etilgan harbiy ko'ylaklarni kiyishib olganligini aniq ko'ribdi. Bu ko'ylaklar ichida quruqliq, dengiz, havo armiya formularining hammasi bor ekan. Ularning hammasi degudek tinch, muloyim, ro'y holat bilan aeroplan kutish zalatining 4 atrofidagi aslahalarga qarab o'ltirishgan ekan. Doktor ularning orasidagi bireylarning heliqi 2 qizga qarab hijolatchilik bilan biz hammamiz harbiy doktor saboqdoshlardan edik. Aralashmasak ko'nglimizda 100 kelolmaydigandek turdik. Biz cho'nglarning bu mijozi devatqanligini anglabdi. Shundoq u kishi to'g'ri aytgan. Mas'uliyatdan qochib qutuldim degan bilan onunğa ko'ngil unamdi. Bir odam hijolat bo'lishni butunlay unutib ketishi yoki hijolat ichida bir umr yashashi mumkin. O faqat bu xil hijolatchilikning o'ziga hech qanday ta'siri bo'lmaydiganligini his qilsalar. Ammo bilishingiz kerakki, boshdan o'tkazgan har qanday hijolatchilik tumir qachini dat yegandek ruhingizni asta-asta yeydi. Vaqt uzargan sari xizmat va turmushda ro'shan, aniq nazar va xotirjam ko'ngil bilan muomala qilolmaydigan bo'lib qolasiz. Qadrli qarindoshlar, hozir Istanbulda xuftan namozining vaqti bo'ldi. Soat 8:30. Biz o'qishimizni davom qilaveraylik. Namozni hali o'qib olsak bo'ladi. Bir tamsilda kelkun ofatiga biz mas'ul bo'lishimiz kerak deb qaraydigan birmo yomg'ir tomchisi yo'q deb yaxshi aytilgan. Yana bir maqoldimi gullarning echilishida to'kpan bor deyishga birmi yomg'ir tomchisi jur'at qilolmaydi deyiladi. Bu ikki maqol tamsilda aytilgani mas'uliyat. Mas'uliyat tuyg'usi bir odamni jamiyatga yuzlantiradigan halqiliq fazilat. Bir odamning jamiyatda puttasab tura olishidagi asosli kapital. Bir tarmoq har bir xizmatni mas'uliyatchanligi kuchli odamlarga topshirishni umid qiladi. Hech kim muhim o'rinni mas'uliyatchanligi yo'q odamga topshirishni xohlamaydi. Mas'uliyatchanlik tuyg'usiga ega xizmatchilar o'zlari ustiga elishga tegishli mas'uliyatni boshqalarga ittirmaydi. Ular cho'nqur biludiki, Truman Zongtungning qiblinomasidek mas'uliyat mashagichi bo'ladi. Uni yana ittirishga bo'lmaydi. Texmi ko'p mas'uliyatni ustiga elishni talab qilish yoki uni o'zligidan ustiga elish bizning muvaffaqiyat qozonishimizdagi
hazırlaşqa tegishlik sapa buludu. Kişiler adetdikidek bolmagan neticelerni yaratışda aldı bilen özleriga mas'ul bolgan buludu. Yani alohida neticelerni yaratışda demekçi, qadarli qarindoshlar. Məsuliyyətçanlıq duyğusu bolmagan fuqara yaxşı fuqara bolmaydı. Məsuliyyətçanlıq duyğusu bolmagan xizmetçi munavvar xizmetçi bolalmaydı. Məsuliyyətçanlıq duyğusu bolmagan adam mükemmel, pişqan adam hesaplanmaydı. Her qandaq vaqtda məsuliyyət duyğusu özüge, dövlətge, cəmiyyətge nisbeten kem bolsa bolmaydı. Məsuliyyətni qalbimizdə yıldız tartqızımız deydikenmiz, onu menimizdeki küçlük anga aylandırımız deydikenmiz, kündülük iş hareketimizde ve hizmetimizde bu xil məsuliyyət engini texmi alaydı halda ifade qilishimiz gerek. Bir hizmetçi öz işinin hüddüsünün çıkalmaganlıqıga bahane izleştin köre, onu ken kursaklık bilen itiraf kılgını yaxşırak. Rehberlik kılgıcı məsuliyyətini batırlıq bilen üstünüzge alsınız, sizni ayıplamaydı. Aksice, yengilteklik kılıp məsuliyyətten qaçsınız, onu başqalarga ittirip, bahane tepip, özünüzni onundan xalas qısınız. Bunu başqalar düşenmeyle qalmasdan belki ölmeknin üstüge tepmek degendek, başqalar sizni məsuliyyətçilik duygusu kemçil iken depli qalmay, məsuliyyətni üstüge elişini xalamaydı iken dep oylapma qalıdı. Əməliyyatda adam bazı çağlarda bipervalık qilishdan saqlanamay qalıdı. Həmmə işini mükemmel, köngüldükide qıladigan hiç kim yok. Bunu düşünüşke buludu. Ama körülgen meselege qandaq muamele qilishdan bir adamın məsuliyyətini üstüge elişqe batırlıq qılalmaydiganlıqını körvalgılı buludu. John bilen Davi tez yetküzüş şirketiga yeni kelgen hizmetçiler idi. Onlar hizmetdeki merhaladın bulup, hizmette izcil, naiti astoydil bo'ldi, hem naiti kuch chiqardi. Başlıqı bu yeni hizmetçilerden naiti razı idi. Halbuki bir iş bu işgeylerinin takdirini özgertivetti. Bir katım John bilen Davi bir çoğun poçta yollanmasını Piristan'a aparışqı məsul bo'ldi. Bu poçta yollanması naiti qimmat baha bulup asar atiq idi. Başlık olağı ihtiyat qılınlar deb qayta tapıldı. Oylamagan yerden bu malını baskan maşina yerim yolda buzulup kaldı. Davi, emdi qanday qilamiz? Yolga chiqishdan burun mashinani tekshirib bakmagan mıydın? Malını belgilengen vakti yetkizib berolmasak, mukofotimiz tutulup ketmamdi, dedi. John, mening kuchim zo'r, yutib apiray. Piristang'ıma ancha ko'p araliq qolmadi. Onun üstüge bu yolda maşina az. Bu maşinani o'ngshab bo'g'icha kiyimi ketib qoladi, dedi. Mayli, sen yudibman, menden kuchlik bo'lgandikin, dedi Davi. John o poçta yollanmasını yudib, yolda ushshaq yugurib menib, Piristan'a ahiri belgilengen vaqti yetib bordi. Bu çağda, "Ekel, men yudib turay, sen mal ilgisini chaqirib kel", dedi Davi. O ko'nglida buni xeyridor ko'rib xo'jayinga desa, xo'jayinning menga maash qo'shib berishimi ehtimol deb o'ylagan edi. O bu xiyol bilan bo'lib, John onunğa berayotgan poçta yollanmasini tutolmay qoldi. Poçta yollanmasi valaqqida qilib yerga tushdi, asar atiqalar chiqilib ketdi. Bu nima qilganing? Men tutmay turibli qo'yib berding-ku, deb varqirab ketdi Davi.
Sen kulunu inip uzattın go. Men berdim, sen tutalmadın. Dedi John özünü aklap. Asar aytqilarning sunib ketganining nimeden direk berdiganligini John bilan Davi biletdi. Xizmatdan ayrılıp qelishqo bu yoqda tursin, onun üstüge nait egir qarzmo artılıp qalatdi. Degandek xo'jayin ularni qattiq tanqid qildi. Xo'jayin, bu mening sabarligim emas. Ularni John ehtiyot qilmay buzib qo'ydi, dedi Davi. John diqqat qilmagan chaqda o'g'rilikcha xo'jayinning ishxonasiga kirib. Rahmat Davi, men bildim, dedi xo'jayin tinch holda. Keyin xo'jayin Johnni ishxonasiga chaqirdi. John, bu zodi nima ish? John ishning aslini xo'jayinga aytib berdi. Oxirida John dedi: Bu işte biz vazifamizning huddisidan chiqolmadik. Mas'uliyatni men ustimga olishni xohlayman. Ondan tashqari Davining oila ahvoli ancha yaxshi emas. Mumkin bo'lsa, uning mas'uliyatini men ustimga olay. Biz keltirgan ziyonni men cho'qim to'liqlab beraman. John bilan Davi bir taraf qilishning natijasini kutib turdi. Ammo bu natija o ikkilarning o'ylaganlariga yaqinmi kelmadi. Xo'jayin John bilan Davini ishxonasiga chaqirib, ularga mundaq dedi: Şirket ikkinlarning nihoyatda muhim bilib ishlatib kelgan. Ikkinlardan biringlarni tanlab, xaridorlar bo'limining boshlig'iga qo'ymoqchi edi. Ammo o'ylamagan yerdan mundaq ish kelib chiqdi. Bu bir hisobda yaxshi bo'ldi. Bu ish bizga qaysinlarning muvofiq nomzod ekanligini aniqlab berdi. Davi ko'nglida cho'qim men deb xushal bo'ldi. Biz Johnni şirket xaridorlar bo'limining boshliqligiga tayinlashni qaror qildik. Chunki mas'uliyatni boturlik bilan ustiga ola oladigan odamga ishonishga bo'ladi. John, ishlab topgan puling bilan xaridorning ziynatini to'laysan. Davi, xaridorning pulini qaytarishda sen o'zing amal qil. Harast, sen atidan boshlab ishga kelma. Xo'jayin, nimishqa? Deb so'radi Davi. Emniyatda asar atiqining egisi ikkinlarning u narsani berishdiki, elishdiki harakatinglarni ko'rib turgan ekan. O menga o'zi ko'rgan ahvolni so'zlab berdi. Ondan boshqa ikkinlarning masala ko'ringandan keyingi inkosinglarni men ko'rdim, dedi xo'jayin eng oxirida. Mas'uliyatni o'z ustiga olishga boturlik qila oladigan xizmatchining haqiqiy yusunda mas'ul bo'la oladigan xizmatchining shirkatga bo'lgan ahamiyatini har qanday rahbarlik qiluvchi aniq biladi. Masala ko'rilgandan keyin mas'uliyatni boshqalarga ittirish yoki bahona tepish har qanday odamning mas'uliyat tuyg'usi jihatiga qatmonligini yushirib ketolmaydi. Agar siz shunday qilmoqchi bo'lsangiz, tuz ko'ngillik bilan aytsak, bilishingiz kerakki, siz tapgan bahanenin hech qanday roli bo'lmaydi. Aksicha o sizning mas'uliyat tuyg'ungizni texmo azaytib etadi. Janubiy Tinch okeandagi Fan Kausti aralida kishilar doim tatliq tugunakdan mol usul elishga duo tilovat qilish uchun egizlikdan pastga sakrab xushal ruhlarga erishishdak bir xil qadimiy murosimini o'tkazib turdi. Sakruguvchilar o'rinni inchiklik bilan tanlaydi. Ular daraxt shoxlari va daraxt g'ollari bilan egiz munar yasaydi. Keyin shu yerdagi daraxtlarning pelaksimon uzun shoxlari bilan uni muvofiq bog'lab chiqadi. Munarning qurilishiga har bir sakruguvchi mas'ul bo'ladi. Biror qanday sababli ko'rilsa, her qanday odam uninga vakolatan mas'ul bo'lolmaydi. Albatta muvaffaqiyat qozongan sakruguvchining to'pisini hech kim tartib ololmaydi. Sakruguvchi o'zi ishlatadigan daraxt pelikini tanlab oladi. Uning muvofiq keladigan uzunlikdikisini tanlaydi. O pelakka esilib, beshini tuvanga, putini osmonga qilgan holatda o'zini yerga tashlaganda, chochlari dal yer yuziga tegishi kerak.
sakrash piligi uzun bo'lib qolsa, bu bir qatimliq jonni selib beradigan sakrash bo'lganligidan derak beradi. Qisqa bo'lib qolsa, sakruguvchi munarga qaytib chiqishga majbur bo'ladi. Bu uning bu yillik usuliga foydasiz ta'sir ko'rsatishi mumkin. Belgilengen kunda sakruguvchi 65 İngiliz çizisidan 85 İngiliz çizisi egizlikdeki munarning ustiga chiqadi. Tanlangan sakrash piligini bog'lab, munarning usti pashtiqidagi eng tar tarafga kelib, andin o'zini yerga otadi. Sakruguvchi eng oxirgi paytda niyatini yenib, sakrashdan voz kechsimi bo'ladi. Ammo bu bir nomusliq ish deb qaraladi. Ammo zo'r ko'pchilik kishilar bu ishni qilishni xohlaydi, o'z harakatiga 100% mas'ul bo'ladi. Sakrashga qatnashuvchilar o'z harakatiga va ehtimol bo'lgan oqibatga nisbatan aniq tonishga ega. Ammo ular yanada qatnashishni xohlaydi. O'z harakatiga to'liq mas'ul bo'ladi. Mas'uliyatni o'z ustiga oladi-ki, bu mas'uliyatga boshqalarni qarzdor qilmaydi. Hozirdan boshlab shundoq va'da beramanki, birinchi, men mas'uliyatni 100% ustimga olguchi. Ikkinchi, men o'z hayotimning egisi. Uchinchi, men o'z taqdirimning loyilig'uchisi. To'rtinchi, masalaning boshlanishi menda. Beshinchi, mas'uliyat mendala to'xtaydi. Qadrli qarindoshlar, mas'uliyat mendala to'xtaydi degan mazmunni birlikda o'rganib o'tdik. Endi natijaga mas'ul bo'lish degan qismni birlikda o'rganib o'tamiz. Neticeге mas'ul bo'lish. Goldfrost adli bir hikoyani so'zlab berdi. Bu hikoyadan siz mas'uliyat tuyg'usining kuchlik ojizlik qarata nisbatan aniq farqqa ega bo'la olasiz. Bir ommaviy notiq bo'lish sifati bilan Frost o'zining muvaffaqiyat qozonishidagi muhim bir nuqtaning xaridorlardan o'zini va o'zining materiallarini vaqtida ko'raydiganligi ekanligini sezdi. Amaliyotda bu ish bakmi muhim bo'lib, Frostning boshqarish shirkatida bir odamning maxsus xizmati Frostning o'zini va uning materiallarini xaridorlar bilan uchrashtirish edi. Yaqinda men Torontoga borib bir qatimliq nutq so'zlashni o'rinlashtirdim. Aeroplan Chicagoda to'xtaganda men shirkat ishxonasiga telefon berib, hamma ishlarning muvofiq o'rinlashtirilmaganligini aniqlab ko'rmoqchi bo'ldim. Telefon apparatining yeniga borganimda kallamda burun beshimdan o'tkazgan bir xil hissiyot paydo bo'ldi. 8 yil burun men o'xshashla Torontoga borib, men asosliq so'zliguchi bo'ladigan bir yig'inga qatnashmoqchi bo'lgan edim. O'xshashla Chicagoga kelganda ishxonadagi materialga mas'ul Lindaga telefon berib, nutq materiallari Torontoga yetib berib bo'ldimi yo'q deb so'ragan edim. O, "Holiqmang, men o narsalarni 6 kun burun evatgan deb javob qaytardi. Ular topshirib olganmidi deb so'radim men. Men qo'shma shtat tiz pochtasi orqali evatgan. Ular 2 kundala yetkazib berishga kafolat bergan dedi u. Bu gapdan ko'rib olishga bo'ladiki, Linda o'z ishiga mas'ul bo'lgan. O to'g'ri uchurlarga adres, chisla, aloqalashuvchi kishi, materialning soni va turi qatorliqlarga erishgandan keyin muvofiq mal sanduqini tanlab, materialni asrash uchun uni qopga selib o'rab, qo'shma shtat tiz pochtaxonasiga baldur topshirib bergan. Kutilmagan ahvollar uchun vaqt qoldirgan. Ammo bu so'zlashda aks etganidek, u oxiriga qadar, ya'ni
neticesi ko'rilganga qadar mas'ul bo'lmagan. Gol bu hikoyasini davomlashtirdi. O 8 yil burungi ish edi. 8 yil burungi aslima qaytadan paydo bo'lib, ko'nglim dakki-dukkiga tushib qoldi. Bu qatimni kutilmagan ish yuz berib qolamo deb ansiradim. Yordamchim Aymiga telefon oldim. Mening materiallarim yetib bordi-mi? Yetib bordi. Ansiya 3 kun burun topshirib oldi dedi o. Ammo o men telefonlashganda anglag'uvchilarning burungi mo'lcherdan 400 odam ko'p bo'lishi mumkinligini aytdi. Aldırmang. O bu 400 odamning materialini tayyor qilib berdi. Bo'ldi. Amaliyotda yig'in qatnashgan odamning konkret qanchalik bo'lganligini uni aniq mo'lcherlayolmaydi. Ba'zi kishilar ehtimol yig'in zaliga shu vaqtning o'zida tizimlanib kirishi mumkin. Shundoq bo'lsa men bu 400 nusxa materialmo yetishmay qoldi-ku deb o'ylab, ishonchlilik bo'lsin deb onunga 600 nusxa evetdim. Yana bir ish. O mendan nutq boshlanishdan burun anglag'uvchilarning qo'liga materialni tekkizish lozim edi deb so'radi. Men onunga odatda shunda qildiganligimizni. Ammo bu qatimki nutq yangi bo'lg'achqa o'zimningmi buningga bir nima deyolmaydiganligimni aytdim. Bundaqda o materialni nutqdan burun tarqitishni qaror qildi. Faqat siz onunga unda qilmang deb aniq aytmisingizlar. Menda uning telefon nomeri bor. Agar boshqa talablaringiz bo'lib qolsa, bugun kechda uni izlasangiz bo'ladi. Aymining bu gapi golni o'zil kesil xotirjam qilgan. Aymi natijaga mas'ul bo'lgan. O eng halqiliq ishning natija ekanligini biladi. Natija ko'rilishdan burun o dam olmaydi, chunki bu uning burchi. Barliq rahbarlik qilguvchilar Aymiga o'xshash munda xizmatchilarni tepib, o'zlari uchun xizmat qildirishga intizor bo'ladi. Andrew universitetini tugatgandan keyin bir qo'g'lug'uchi paraxutda xizmat qildi. Bu uch qarindosh qo'g'lug'uchi paraxut ishidagi birisi edi. Üçlisi o'xshash bir kiyim zavodidan chiqqan. O'xshash loyiha chirtiyoj bo'yicha ishlangan 6 oy vaqt ishida ilgari kiyim bo'lib, o'xshash bir jangovar to'pga sarflab berilgan edi. Bu 3 paraxutga evatilgan xodimlarning kelish manbasimi asosan o'xshaydi. Paraxut xodimlari o'xshash mashq jarayonini beshidan o'tkazgan bo'lib, o'xshash bir arqisab sistemasidan to'liqlamaga va remont mulozimatiga erishadi. Birdan-bir o'xshamaydigan yeri, bir mezgil o'tgandan keyin bu uch paraxutning ifodasining bir-biridan tubdan o'xshamay qolishi bo'ldi. Arasidagi birisi go'yo mangu normal xizmat qilolmaydigandek turadi. O mashg'ulot urug'lashtirish bo'yicha mashq elib borolmaydi. Mashqning ifodasi nihoyat nachar edi. Paraxut nihoyat mehnat bo'lib, matroslarning formasi purlashib turadi. Bütün paraxutni bir xil ishonchsizlik kayfiyati qoplab olgan edi. Ikkinchi paraxut tamamen aksicha edi. Onunda cho'ngroq hodisalar azaldan ko'rilib boqmagan. Mashq va tekshirishlarda ifodasi yaxshi edi. Eng muhimi, har qatimliq vazifani o intayin qanoatlanlik urullaydi. Paraxut xodimlarining ishonchi to'liq, kurash irodasi ko'tarangu edi. Üçüncü paraxutning ifodasi odatdagidek edi. Bu üç paraxutning o'xshash bo'lmagan ifodasini keltirib chiqargan sabab qayerda edi? Andrew mundaq yakun chiqardi. Paraxutdagi komandirlar va paraxut xodimlarining mas'uliyatga bo'lgan qarashi o'xshash emas. Ifodasi eng yaxshi bo'lgan paraxutda mas'uliyat tuyg'usi kuchlik boshqaruvchilar rahbarlik qiladi. Ama qolgan ikki paraxutda undaq emas edi. Bir mezgil o'tib, bu 3 paraxut o'xshashla asliha, xodim va mashg'ulot masalasiga duch kelgan.
ifodasi eng ko'zga ko'rinarli bo'lgan paraxodning mas'uliyat qarashi mayli qandoq ish yuz bermasin, hammasida oldin mo'ljallangan natijaga erishish kerak deganlik bo'lgan. Halbuki ifodasi yaxshi bo'lmagan paraxodning komandiri bo'lsa, hamon bahona tepishga oldirgan. Motordan chatoq chiqdi yoki biz ta'minlash markazining kerakli zapchastlarga erisholmadik degandek. O'xshash misol zanjirsimon do'konlarning kasb ahvolidanmi tepiladi. Bu xil do'konlarga boshqarish huquqiga ega har bir kishi sizga zanjirsimon do'konlar degan bu xil savdo shaklida odamning eng aqli yetmaydigan yeri her bir zanjirsimon do'konning savdo ahvoli bir-biriga o'xshamaydi deydi. Ammo ular o'xshash bir joydagi o'xshash tijorat sistemasiga ega. Bozor taktikasi, aslahalari, texnikasi va bozordagi o'rni o'xshash ikki do'konning savdo natijasining nimishqa bir-biriga zada o'xshamaydiganligini tushuntirib berolmaydi. İfodasi yaxshi bo'lmagan zanjirsimon do'kon doim degudek mas'uliyatni do'konning o'rni, favqulodaligi yoki shu joydagi xaridorlarning alohida pozitsiyasi qatorliqlarga do'ngab qo'ydi. Ammo muayyan ko'lamga ega bo'lgan har qanday bir zanjirsimon do'konlar to'g'rida siz hamon o'rni nachar bo'lsa-mu, ifodasi eng yaxshi bo'layotgan do'konni, o'xshash masalalari bo'lsa-mu, ifodasi yanada ko'zga ko'rinarli bo'layotgan do'konni uchrata olasiz. Nachar ifodadagi hamma bahonalar amaliyotda puttashab turolmaydi. Shuning bilan bir vaqtda ifodasi munavvar bo'layotgan kishilar ifodasi nachar bo'layotgan kishilarning beshini og'ritayotgan hamma narsalarning hal qilinish usulini topa oladi. Muvaffaqiyat qozongan boshqaruvchi chuqur mas'uliyatchan boshqaruvchi bo'lgan bo'ladi. Ular natijaga ko'ngil bo'ladi, barliq amallar bilan natijaga erishadi. Ular faqat natijaga ko'ngil bo'ladi, bahona izlashga qiziqmaydi. Ular to'g'ri ish qildimmi deganni o'ylaydi. Ammo aktiv natija keltirmagan ishqa zehniy kuch va boylik sarf qilib bahona izlashni xohlamaydi. Biz mas'uliyatni boshqalarga ishtirib, sababni o'zimizdan izlamasak, mag'lubiyat va tuban saviyadagi ifoda bizga nisbatan muqarrar pakit bo'lib qoladi. Qadrli qarindoshlar, bugungi tadbiryoy sin darsimizning 62-sida mas'uliyat iqtidorini besib tushidi degan kitobdan 6-bob bahonalarni rad qilib boturlik bilan mas'ul bo'lish degan mazmunni birlikda o'shaningki mazmunlarini birlikda o'rganyapmiz. Bayatin mas'uliyat mandala to'xtaydi degan o'rgandik. Hozir natijaga mas'ul bo'lish deganni o'rganib tugatdik qadrli qarindoshlar. Yaxshi qilg'ili bo'lmaydigan xizmat yo'q, faqat mas'uliyatsiz odamlar bor degan mazmunga keldik, jinim do'stlarim. Yaxshi qilg'ili bo'lmaydigan xizmat yo'q, faqat mas'uliyatsiz odamlar bor. Mas'uliyat bir xil hayotlik nizomi. İnsaniyatga nisbatan yoki hayvonot dunyosiga nisbatan aytgandimi shundoq. Bu nizomga tayangandalar biz tirik yashay olamiz. Mundaq bir hikoya bor. Hayvonot bog'chisida bir oilalik 3 bo'ri bor ekan. Bu 3 bo'rini hayvonot bog'chisi beqib kelgan ekan. Bo'rilarning yovvoyiligini asliga keltirish uchun, tabiiy o'sib yetilsin uchun hayvonot bog'chisi ularni o'rmonga qo'yib berishni qaror qilibdi. Avval qo'yib berligini tini kuchlik oti bo'ri bo'libdi. Hayvonot bog'chisining boshqaruvchisi uning yashab ketish iqtidori qolgan ikkisiga qaraganda kuchliroq deb hisoblabdi. Bir oz kunlar o'tgandan keyin hayvonot bog'chisining boshqaruvchisi
ata böğrünün daim hayvanat bağçısının etrafında aylanıp yürgenlikini, qaramoqqa nihoyat och qolgandek ko'ringanligini, ruhsizligini ko'ribdi. Ammo hayvonot bog'chisi uni qabul qilmabdi, aksicha bola bo'rini qo'yib beribdi. Bola bo'ri qo'yib berilgandan keyin hayvonot bog'chisining boshqaruvchisi ata bo'rining bu atrofga oz keladigan bo'lib qolganligini bayqabdi. Bola bo'rini boshlab tasodifiy bir qancha qitimla paydo bo'libdi. Uning badani burunga qaraganda kuchaygan bo'lib, bola bo'rimi och qolgandek emas ekan. Qaraganda ata bo'ri bola bo'rining ahvolidan yaxshi xabar olgan. O'zimi yaxshi o'tayotgan ekan. Bola bo'ridan xabar olish uchun ata bo'ri yemaklik ovlashi lozim edi. Bo'lmasa bola bo'ri och qoladi. Boshqaruvchi qolgan ana bo'rini qo'yib berishni qaror qilibdi. Ana bo'ri qo'yib berilgandan keyin bu 3 bo'ri qayta yenib kelib boqmabdi. Hayvonot bog'chisining boshqaruvchisi bu 3 bo'rini o'rmonda yomon emas yashayotgan o'xshaydi deb qarabdi. Keyin boshqaruvchi bu 3 bo'rining tabiatga qaytarilgandan keyin nima uchun yashab ketadiganligini tushuntirib berdi. Ata bo'rining bola bo'rining xabar olish mas'uliyati bor edi. Bu gerçi bir xil tabiiy iqtidor bo'lsa-mu, dal mushu mas'uliyatdan o ikkisi yaxshiroq yashagan. Ana bo'ri qo'yib berilgandan keyin ata bo'ri va ana bo'ri bola bo'rining xabar olishdek o'rtaq mas'uliyat bo'lgan. Onun ustiga ana bo'ri bilan ata bo'rimi o'zaro bir-biriga g'amxo'rlik qilishi lozim edi. Bu 3 bo'ri o'zaro bir-biriga ko'ngil bo'lgachga tabiatga qaytib turmushini qaytadan boshlay olgan. Qaramoqqa mas'uliyat hayotlikning asosi. Meyli hayvonot, meyli odam bo'lsin. Mas'uliyat hayotlikning tabiatda davom qilishiga kafolat qiladi. Undaqda mas'uliyat bir shirkatning raqobat ishida yashab ketalishiga kafolat qila olamdi? Buning javobi cho'qim shundoq bo'ladi. Boshqarish ilmiy mutaxassislari mas'uliyatni xizmatchining xizmat xitobnomasi deb qaraydi. Bu xitobnomada sizning oldi bilan ifodalaydiganingiz sizning xizmat pozitsiyangiz. Siz xizmatingizga yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan muomala qilishingiz, xizmatingizni asqitib qo'ymasligingiz, xizmatda ko'rilgan masalalarni ustingizga ola olishingiz kerak. Bu vazifangizni unumli o'rinlashga kafolatli qilishingizning tub sharti. Bir odamning mas'uliyat tuyg'usining yuqori tuvan bo'lishi uning xizmat natijasining yuqori tuvan bo'lishini belgilaydi. Xizmatingiz nachar bo'lib, boshliqingiz tanqid qilgan chaqda siz oldi bilan o'zingizdan men bu xizmatda kuch chiqadimmi yo'q. Bu xizmatga izchil yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan muomala qildimmi yo'q deb so'rab ko'ring. Bir mas'uliyatchan odam o'z xizmatida oq qog'oz topshirmaydi. Yaxshi ishlikli bo'lmaydigan xizmat yo'q, faqat mas'uliyatchansiz odamlar bor. Faqat mas'uliyatsiz odamlar bor. Yaxshi ishligili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Yaxshi ishligili bo'lmaydigan xizmat yo'q. Faqat mas'uliyatsiz odamlar bor. Bir odamning ustiga olgan mas'uliyatining ko'p va cho'ng bo'lishi uning qimmatining cho'ng bo'ladiganligini isbotlaydi. Shunga ustingizga olgan hammadan ustingizga olgan xizmatdan hammadan faxrlanishingiz kerak. O'zini isbotlashning eng yaxshi usuli mas'uliyatni o'z ustiga olish. Shunda qila olsangiz sizni tabriklasa bo'ladi. Chunki siz o'z mavjudligingizning qimmatini o'zingizga isbotlab qolmasdan, balki
cemiyetkimi özünüzдің yaraydiganligingizni, nihayet көзгө көрүнерлик ekanligingizni isbotlagan bo'lasiz. Agar siz bir şirketning rahbari bo'lsangiz, xizmatchilaringizga shundoq deb ayting. Ular uchun ustingizga olgan mas'uliyatdan faxrlaning. Ularning mas'uliyatini ustingizga elishni xohlaydigan bo'ling. Mayli hozir bo'lsin, mayli kelgusida. O'tgankiga o'xshashla ishlab keting. Agar bir xizmatchi bo'lsangiz, rahbaringizga o'zingizning şirket uchun mas'uliyatni xushallik bilan ustingizga oladiganligingizni ayting. Bu sizga şirketga nisbatan sizning bar bilan yo'qning o'rnida bo'lmaydiganligingizni his qildirdi. Sizning o'z mas'uliyatingizni aqsitib qo'ymaydiganligingizga ishonishga bo'ladi. Mayli xo'jayinlarimiz, mayli xizmatchilarimiz bo'lsin, hammanglar o'z mas'uliyatini ustiga elish kerak. Mayli kim bo'lmasin, mas'uliyatni ustiga elishda yengillik his qilib ketmaydi. Shundoq bo'lg'achqa, mas'uliyatni ustiga ola olgan kishilar hurmat qilishga arziydigan kishilar bo'ladi. Butun kuchi bilan xizmat qilishning xizmatning harg'inligini yo'qotalaydiganligidek, bu sirni tushungan kishilar muvaffaqiyat darvozasining ochqichini egillagan bo'ladi. Butun kuchi bilan xizmat qilishning xizmatning harg'inligini yo'qotalaydiganligidek, bu sirni tushungan kishilar muvaffaqiyat darvozasining ochqichini qo'liga olgan bo'ladi. Hamma yerda o'z ishining huddisidan to'liq chiqishdek pozitsiya bilan xizmat qilgandilar, eng oddiy kasb bilan shug'ullangan taqdirdami shaxsning shon sharafini oshirg'ili bo'ladi. Nihoyatda ko'p zamonlar burun bir puldor odam uydan chiqib yiroqqa safar qilmoqchi bo'libdi. Menishdan burun malaylarini chaqirib kelib, mal mulkini ularning saqlab berishiga havola qilibdi. Ularning iqtidoriga asosan birinchi malayga 10 ser kumush beribdi. Ikkinchisiga 5 ser, uchinchisiga bo'lsa 2 ser kumush beribdi. 10 ser kumush topshirib olgan malay uni savdoga ishlatib, yana 10 ser kumush tepibdi. O'xshash 5 ser kumush olganimi uningga tayinib, yana 5 ser kumush tepibdi. Ammo 2 ser kumush topshirib olgan malay bo'lsa uni yerga ko'mib qo'yibdi. Uzun bir mezgil o'tgandan keyin xo'jayin qaytib kelib, ular bilan hisoblashibdi. 10 ser kumush olgan malay topgan 10 ser kumushni birga elib ketdi. Xo'jayin, yaxshi qilibsan. Nurg'un ishlarga qarata sen o'zingga ishonadigan odam. Men seni ko'p ishlarni boshqarishga qo'yaman. Hozirla mukofotingdan bahramand bo'l, debdi. O'xshashla 5 ser kumush olgan malaymi topgan 5 ser kumushini elib ketdi. Xo'jayin uningga, yaxshi qilibsan. Sen ba'zi ishlarga qarata o'zingga ishonadigan odam. Men seni nurg'un ishlarni boshqarishga qo'yaman. Sen hozirla o'z mukofotingdan bahirlan, debdi. Eng oxirida 2 ser kumush topshirib olgan malay ketdi. O, xo'jayin, men sizning bir kuchli odam bo'lmoqchi ekanligingizni bilaman. Terilmagan yerlarni qaytirib olsangiz, men nihoyat qo'rqdim. Shunga pulni yer ostiga ko'mib qo'ygan edim, debdi. Xo'jayin unga javob qaytirib, "Hey, hurun, hem axloqsiz odam ekansan. Hem hurun, hem axloqsiz odam ekansan. Mening terilmagan yerlarni qaytirib oladiganligimni bilgandan keyin sen pulni bankaga berib qo'ysang bo'lmamdi. Qaytib kelib, banka persentini bo'lsa olmamdim, debdi. Xo'jayin oxirida bu 2 ser kumushni 10 ser kumushi bor malayga beribdi. Men nurg'un pulliq bo'lib bo'lgan odamni texmo boy qilib etaman. Hech nimasi yo'q odamdan bo'lsa, ularning qulidagidanmi elib ketaman, debdi u. Bu malay aslida xo'jayinning mukofotiga erishmanga deb o'ylagan ekan. Chunki o xo'jayin berib qo'yib ketgan o 2 ser kumushni yitirib qo'ymagan. Uning qarashicha pul ko'paymagan bo'lsa-mu, ammo yo'qab ketmagan.
bu xo'jayini topshirgan vazifani o'rinlaganlik bo'ladi ekan. Ammo uning xo'jayini bundoq o'ylamagan. U malining o'z holicha ketaverishini xohlamagan. Ularning o'z mas'uliyatini ustiga olib, zimmasiga olgan burchini texmi yaxshi ado qilishni umid qilgan. Har bir xizmatchi o'zining xizmatini texmi yaxshi ishlashni, o'z tirishchanlik orqali kirimini ko'paytirishni, xizmat o'rnini o'stirishni, e'tirof qilinishga erishishni umid qiladi. Hech kim bir ishni vujudga chiqara olmaslikni, o'z xizmatida o'z qimmatini ishga oshiradigan sahnaga ega bo'lolmaslikni, chekinishni va ayrilishni xohlamaydi. Xizmatni yaxshi biladigan xizmatchi uni texmi yaxshi qila oladigan xizmatchidir. Bunda qilish har bir odamning nishoni. Bu uning turmushi bilan zich bog'langan ish. Shirkat bir hamkorlik gavdasi. Yuksak mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan o'zaro hamkorlashganda butun shirkat ondan tez ham muqim, sog'lom holda olg'a qarab rivojlanadi. Xizmatchilarga nisbatan aytganda mas'uliyatning yuzlanishi yuqori bo'ladi. Xizmatchilar rahbarlik qilg'ichi oldidagi mas'uliyatini doim ifoda qilib turishi lozim. Rahbarlik qilg'uchining shirkatning taraqqiyoti uchun bekitgan siyosatini xizmatchilar konkret ijro qiladi. Ijro qilishning yaxshi yomon bo'lishi siyosatning muvaffaqiyat qozonishi yoki mag'lub bo'lishiga munosabatli bo'lib qolmay, balki butun shirkatning gulinishi yoki zo'rlikqa yuzlanishga munosabatli bo'ladi. Shuningdek, xizmatchilarning mas'uliyatni ustiga olishi zarur. Buningdan gumonlanishga bo'lmaydi. Mubada siz o'zingizni shirkatning bir a'zosi, shirkat bilan hamnafas, taqdirdosh bo'laman deb qarasingizlar. Shirkatdagi har bir xizmatchi boshqa xizmatchilarga mas'ul bo'ladi. Shirkatdagi har bir xizmatchi boshqa xizmatchilarga mas'ul bo'ladi. Xuddi o'zaro kirishib turadigan tishtiqchaqqa o'xshash, ko'pchilik bir-biri bilan zich bog'lanib turgandalar rolini o'rtaq joriy qildira oladi. Chunki muvaffaqiyatli tashkilot o'ziga o'z aramo mas'ul bo'lgandalar ondan belgilangan natijaga erisha oladi. Har qanday yuzlanishdagi mas'uliyatga ega chiqmaganda shirkatning taraqqiyoti og'ir to'sqinlikka uchraydi. Shirkatning bir gavda mas'uliyati uning har bir a'zosiga taalluq bo'ladi. Mayli ularning vazifa o'rni yuqori bo'lsin yoki tuvan bo'lsin. Shirkatning har bir a'zosi o'zi qilishga tegishli ishni yaxshi qilish kerak. Ammo bu har kim o'z oldiga hukumat bo'lib olsin deganlik emas. Mas'uliyatning yuzlanishini aniqlash shirkatning har bir a'zosiga butkul shirkatning taraqqiyotining barliq a'zolarining o'rtaq hamkorlashishiga ehtiyojli ekanligini, shunda qilgandilar shirkatning bir butun manfaatiga kafolatli qilg'ili bo'ladiganligini aytish demakdir. Bahona topmaslik ijro qilish kuchining ifodasi. U bir odamning o'zining burchi va vazifasiga tutadigan pozitsiyasini aks ettiradi. Bahona topmaydigan bir xizmatchi cho'qim boturlik bilan mas'ul bo'la oladigan xizmatchi bo'ladi. Mundaqcha aytsak, u xizmatni bahona topmay ijro qiladi. Har qanday xizmat mushundaq bahona topmay ishlaydigan odamlarga ehtiyojli. Bizga nisbatan aytganda, mayli qanday ish qilmayli, o'zimizning mas'uliyatini esimizda saqlashimiz, mayli qanday xizmat o'rnida bo'lmayli, o'z xizmatimizga o'zimiz mas'ul bo'lishimiz lozim. Qadrli qarindoshlar, qo'limizdagi bu mas'uliyat iqtidorini besib tushudi degan kitob. Bu kitob rahmatlik dadam Abdug'ani G'ujuninki bir qancha yil burun menga evatib bergan kitob edi. Rahmatlik yotgan yeri jannat bo'lg'ay inshaalloh. Ya'ni mas'uliyatchan bo'l bolam. Mas'uliyat iqtidoringni texnik, ya'ni mas'uliyatchanlikni
kuchaytgin degan maqsadni qilgan ekan, qadrli qarindoshlar. Kitobning ismi Mas'uliyat iqtidorni besib tushidi. Mayli sizning qanchalik iqtidoringiz bo'lib ketsin, agar siz qilgan ishingizni mas'uliyatchanlik bilan qilmasangiz, natijasiga mas'ul bo'lmasangiz bekor. Demakchi ekan, qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu taolami, payg'ambarimizning sunnatimi, hammasi bizga mas'uliyatchan bo'lishimizni har zaman ta'kidlaydi, qadrli qarindoshlar. Biz shu mas'uliyatchanlikni, taqvolik deganni mas'uliyat tuyg'usi, mas'uliyatchanlik deb tushunsak, ishimiz texmi yaxshi yurishidi. Inshaalloh shuni umid qilamiz. Anda bo'lsa bugungi mas'uliyat iqtidorini besib tushidi degan o'rganishimiz 6-bobni mishada tugatdik. İnşallah 63. dersimizde 7. bab kelar shanba kuni, yana shunday vaqtlarda 7. bab mas'uliyat alayidlikni yaratadi degan darsni birlikda o'rganamiz, canım dostlarım. Birkaç ders qilsak bu kitap tugaydi. İnşallah. Onun keyin qani qarab boqaylik hozir. Bu 256 betlik kitapken yana 3 ders qiladigan o'xshaymiz. İnşallah onu qilishga bizga Alloh subhanahu taolo nasib qilsin. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsanglar paylaşib qo'yinglar. Mening YouTube kanalimga a'zo bo'lib qo'yinglar, qadrli qarindoshlar. Aşağıya yüklab qo'yamiz. Tadbir yay deb Türkçe tadbir yay deb yozdik. Men buni miyada ko'rsatib tadbir yay deb yazib qo'ysam bo'ladi, canım dostlarım. Yani yaxshi yazılmay qoldi bu. Tadbir şu tedbir İngilizcesini tedbir yay deb aşağı yazsanlar köreleyizler, qadrli qarindoshlar. Nima yaxshi yazolmaymiz. Bu Facebook'niki bu shunda alayligi bor, bir narsalarni yoza olasizlar. Hem bunu inchga to'p qilib yerni belgilaysizlar, qadrli qarindoshlar. Boshqalarga tavsiya qilishni umid qilmayman, hozir yozib bo'lmadim. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.